Assalomu alaykum aziz. Mana shu to'g'ridagi jentramizni katalizatorni ochganmiz. Katalizator ko'ryapsizlar akalar, teng yarmidan ko'p erib ketgan, vixlib qo'yilmagan, ustlari qavatlari mana qo'lni ko'chib yotibdi. Mana ko'ryapsizlarmi? Katalizator erishini qo'lni yonib ketgan jentra katalizator. Jentra Nexia 3 Cobaltga tegishli katalizatorlar xuddi mana shunaqa eriydi. Qanaqa mashina bo'lishidan qat'iy nazar bo'g'ilgan, rasul ko'paygan, chek yongan holatlari bo'ladigan bo'lsa, mana ko'ryapsizlarmi, tepalari yorilib ketgan. Mana shu tepa tomon qo'lni yorilib, kuyib, ichigacha erib borgan. Mana ishning ahvoli. Mana ko'ryapsizlarmi qanaqa erib ketgan. Podpiskalarga esdan chiqmasin, olinmaslik aloqaga chiqinglar. Chek yongan, rasvot ko'paygan, mashinadan har xil zaharli gazlar va gunshtdan har xil rangli tutunlar chiqadigan bo'lsa, olinmaslik aloqaga chiqinglar. Ko'rib turganlaringizdek, liboy mashinaga katalizatorlar bor akalar. Yangi deysizlarmi, рабочий deysizlarmi? Mana bunaqa polniy pechatlar bilan deysizlarmi? Ko'ryapsizlarmi? Xitoy katalizatorlar akalar. Xitoy mashinalari hammasiga katalizatorlar bor. И российский mashinalarga katalizatorlar bor akalar. Liboy mashinaga katalizator topiladi. Mana ko'rib turganlaringizdek, hammasi yangi katalizator. Ko'ryapsizlarmi? Hyundai, Kia, Mers, BMW, Hyundai, Kialar akalar. Universalka zavodskoylar. Merslarning zavodskiy katalizatorlar akalar. Hamma mashinaga topiladi. BMW, Malibu 2, Equinox